Assalomu alaykum, hurmatli kanalimiz muxlislari. Men jurnalist Jamila Haydarova. Siz azizlarim bilan kanallarimiz orqali yana sog' va salomat holda diydor ko'rishib turganimizdan mamnunman. Yurtimizda 9-may xotira va qadrlash kuni shukuhi kezayotgan ushbu kunlarda ona xalqimizni, muhtaram prezidentimizni, siz azizlarimizni ushbu bayram shodiyonalari bilan samimiy muborakbod etaman. Sizlarga oilaviy baxt, sog'lik, salomatlik tilayman. Beg'ubor osmon, musaffo zamin bag'rida hur tinchligimiz abadiy bo'lsin. So'lim bog'lar, zumrad dalalar, zangor tog'lar bag'ridagi ona O'zbekistonimiz kundan kunga chiroy ochib, hamisha gullab yashnayversin. Hello everybody. We sincerely congratulate our President Shavkat Miramonovich Mirziyoyev and everyone on the great Victory Day. We wish happiness, prosperity, good health, strong friendship and long years of life. Здравствуйте! Мы поздравляем нашего президента Шавката Миромоновича Мирзиёева и всего нашего народа с Днем памяти и почестей. Мы желаем вам успеха, счастья, здоровья и чтобы наша страна процветала больше. Ushbu she'rimni siz azizlarimga bayram tabrigi sifatida yo'llayman. Bayram qutlovi. Sochlari oq, yuraklari tog', kulgusida yo'qdir zarra dog'. Nabiralar sizni ko'rsin sog', urush ko'rgan otajonlarim. Ko'zingizda ko'rdim tomchi yosh, qo'llaringiz silar marmar tosh, qalbingizda metindek bardosh, urush ko'rgan otajonlarim. Tongi yulduz imo qiladi, shafaq qirmiz libos iladi, bir qizingiz qutlov tiladi, urush ko'rgan otajonlarim. Sochlari oq, yuraklari tog', kulgusida yo'qdir zarra dog'. Nabiralar sizni ko'rsin sog', urush ko'rgan otajonlarim. Bayramingiz muborak bo'lsin azizlar.